kimnidir ustidan rosa kulmoqchi bo'lsanglar-chi, dahshat sovg'a bo'ladi bo'lsa ham buni qaranglar. Dugonanglarga, yomon ko'rgan o'qituvchilarga yoki-da qaynonanglarga podarka qilsanglar, umuman esidan chiqarmaydigan butun umrli sovg'a bo'ladi. Voy, menga o'zing sovg'a qildingmi deyishlari ham mumkin. Qarindoshlar, Xitoydan navbatdagi zakaz qilgan mahsulotlarim yetib keldi. Ana endi buni barchasini birgalikda raspakovka qilamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib kichkin-tekkina mahsulotni raspakovkasidan boshlaymiz qarindoshlar. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Nima ekan bu? Voy. Voy, men bu mahsulotni kutgandim. Ikkitamikan? Ikkita aytibman. Bu men bunaqa pichoqchani, mana men bu pichoqchaligini sotib qo'ydimmi? Nimaligini topinglar deyishim kerak edi. Mayli, xo'p. Bu mana shunaqangi kichkin-tekkina pichoqcha, mana shirinligini qaranglar. Mana va bu ham xuddi shunaqa narsa. Ikkita zakaz qilganim esimda yo'q. Bitta zakaz qildim deb o'ylagandim. Chunki nega? Tekinga berdi-da menga buni. Tekinga oldim. Hozir ko'rsataman nech pulga olganimni. Men bunaqa korobkalarni ochishga, raspakovka qilish uchun shunaqa shiringina pichoqcha yetuvdim qarindoshlar. Qarindoshlar, mana shu pichoqchani ikkitasini men atiga 001 yuanga zakaz qilganman. Mana ko'rinyaptimi? 001 yuan qarindoshlar. Vobshe kopeyka narxga zakaz qilganman va eng qizig'i kargo narxi qancha bo'ldi? Xo'p, men buni Xitoydan tekinga olgan bo'lsam, mengacha yetib kelish narxi pul-ku. O'sha nech pulga aylandi menga? Shuni aytaman hozir sizlarga. Aynan mana shu ikkala pichoqchani men Xitoydan tekinga olgan bo'lsam, Xitoydan mengacha yetib kelish kargo narxi atiga 3700 so'm bo'pti qarindoshlar. 3700 so'mga mana shu ikkalasi yetib keldi. Xitoydan mengacha mana ofisimga yaqin bo'lgan punkt VDCgacha atiga 3700 so'm. Xo'sh qarindoshlar, mahsulotning Xitoydagi narxi 0.01 yuan, kargo narxi va общий menga jami tushgan narxi. Mana shu ikkalasini mana shuncha summaga olman. Zo'ra? Endi qolgan mahsulotlarimizni shu pichoqcha bilan raspakovka qilamiz qarindoshlar. Xo'p, navbatdagi raspakovka mahsulotimiz mana bunaqangi uzuncha korobkada. Nima ekan bu? Buni ochamiz. Opa. Haha. Pichoqcha ham qo'shib berishib ketdi. Mana buni qaranglar, pichoqchasi bilan chiqdi. Tadadam. Mana. Bu nima? Hozir buni tushuntirib beraman sizlarga nimaligini. Bu oynaga yopishtiriladigan qog'oz, ya'ni sizlar domda turadigan bo'lsanglar, dom bilasizlar hozir juda ham bir-biriga yaqin qurilmoqda domlar va nariyoq qo'shnilarga qarasanglar, u qo'shnilar nima qilayotgani, u qo'shnilar sizlarning uyingizga qarasa, sizlar nima qilayotganinglar, qanaqa kiyimda yurganinglar hammasini ko'radi-yu. Aynan shu narsani ko'rmasligi uchun oynaga yopishtirib qo'yadigan juda bir ajoyib narsa. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Ana, juda ham chiroyli narsa bu. Mana buni qaranglar. Mana shu narsadan ikkita zakaz qilganman katta oyna uchun. Men buni bitta ruloni ikkita katta oynaga yetadi. Menga 4 ta oynaga kerak bo'lgani uchun ikkita shunaqa ruloni aytdim. Ikkita rulonni nech pulga zakaz qildim Xitoydan? Xo'sh qarindoshlar, bu rulonni Xitoydan ikkitasini atiga 62 yuanga zakaz qildim. Xitoydan mengacha yetib kelish kargo narxi esa atiga 54300 so'm bo'ldi. Jami bu mahsulot Xitoydagi narxi, kargo narxi jami mana shuncha summaga aylandi menga. Va bu mahsulotning ikkitasi katta oynaga yetadigan va originali. Xuddi shunaqa mahsulotni prostoylarni uzun marketda shunaqa qimmat sotishadi. Undan ko'ra men buni Xitoydan zakaz qilib qo'ya qoldim. Ham sifatli, ham arzon. Navbatdagi raspakovka. Nima narsa ekan bu? Ichi bo'sh, yengil narsa ekan. Qani nima aytibman? Voy, bitta shuncha korobkani ovora qilish shartmidi qarindoshlar? Ofisda tarog'im yo'q edi-da. Ofisga o'zimga taroq aytdim. Mana taroq qarindoshlar, mana professional taroqdan aytdim o'zi ham. Mana hozir, mana. Buni chiroyliligini, vobshe sifatli ekan qarindoshlar, sifatiga gap bo'lish mumkin emas. Vobshe zo'r ekan sifati. Qarindoshingiz sochuv uchun aynan mana shunaqa taroq kerak. Va aynan mana shu taroqni Xitoydan nech pulga zakaz qildim? Aynan mana shu taroqni Xitoydan atiga 11.5 yuanga zakaz qildim. Aytganimdek, bu prostoy taroq emas, sifatli original taroq. Buni Xitoydan 11.5 yuanga zakaz qilgan bo'lsam, bu taroq Xitoydan mengacha yetib kelish kargo narxi atiga 10400 so'm bo'ldi qarindoshlar. Xitoyliklar bunaqa korobkaga emas, paketga solib jo'natganda undan ham arzon bo'ladi. Mana shu korobkaning hisobiga 10400 so'm bo'pti. Bo'lmasa 5000 atrofida kelardi bu janavar. Xo'sh,
Bu mahsulotni Xitoydagi narxi, kargo narxi jami meni qo'limga kelib tushgan narxi mana shuncha summaga aylandi. Xo'sh, taroqni, professional taroqni shunaqa summaga Xitoydan zakaz qilish qanchalik to'g'ri? Fikringizni kommentariyada yozib keting qarindoshim. Navbatdagi raspakovka, bu uzoq kutilgan raspakovka desam ham bo'ladi. Ya'ni men bu narsani olib, xuddi shu, men bu narsani Xitoyda zakaz qilib, ishlatib ko'rsatib berganman, balkim ko'rgandirsizlar. Xitoydan olib kelayotgan paytim chemodanimda bitta shu kam edi-da, shu sig'madi-da, bo'lmasa chemodanimga solib kelardim. Sig'magani uchun uni Xitoyda jiyanlarimga qoldirganman va o'zimga O'zbekistonga yana bitta zakaz qo'yardim. Bolajonlar uchun. Nafaqat bolajonlar uchun, o'zim uchun. Hozir ko'rsataman nimaligini. 1 2 3 tayyormisizlar? Tadadadam. Ana. Mana shunaqangi katta sharichalar chiqaradigan apparat, dinozavrcha bu qarindoshlar. Sizlar biladigan, ana hammani ko'zi o'rgangan, mana bunaqa pistoletli sharicha chiqaradigan emas, o'sha sharichani kattalarini chiqaradigan apparatcha. Buni men sizlarga ishlatib ham ko'rsatib beraman va bu apparatchani o'zi emas qarindoshlar. Bu apparatni mana birdaniga suv tugagandan keyin shampundan yasaymiz, suvdan yasaymiz, baribir chiroyli chiqarmaydi-yu. O'sha uchun mana birdaniga hamma suvlari bilan birga zakaz qilganman. Mana anchaga yetadigan qilib. Yesi cho'bini Xitoydan yana alohida zakaz qilsam ham bo'ladi tugagandan keyin. Xo'sh, ichidan shuncha suvi va zaryadga qo'yiladigan batareykasi chiqdi. Qani o'zini ocha qolaylik endi. Atyorkachalar berib yuborgan mana. Atyorkachasi ham bor. Hozir ochamiz buni. Opa. Albatta o'zing komplektidan bitta butilka suvi chiqadi qarindoshlar, mana tayyor. Undan keyin apparatcha va mana o'sha bizning dinozavrchamiz. Zo'ra? Xullas qarindoshlar, buni janavarni zaryadkasi yo'q ekan, batareyka, zaryadkaga qo'yiladigan batareyka va buni batareykasining zaryadkasi yo'q ekan. Buni endi zaryadkaga qo'yib, birato'la katta videoda qanaqa ishlashini chiqaraman. Juda qiziq bo'lsa, meni Instagram profilimga kirib qanaqa ishlashini ko'rsanglar bo'ladi. Mabodo ishlamay qolsa-chi deydigan bo'lsanglar, siz jalba yozib, men Xitoydan pulimni qaytarib olaman qarindoshlar. Muammo yo'q. Pulimni bunaqa situatsiyalarda men bir necha marta qaytarib olganman. Mabodo ishlamasa, batareykada zaryadkaga qo'yganimda ham sirrazi pulimni qaytarib olaman. Zo'ra? Navbatdagi raspakovka. Bu mahsulotni men juda kutdim qarindoshlar. Bu mahsulotni ko'rganimda, voy bu narsa menga kerak, bu narsani men qarindoshlarimga zakaz qilib ko'rsatishim kerak deb zakaz qo'ygandim. Bu mahsulotni bitta ko'rasizlar, hech qachon unutmaysizlar keyin. Bitta ko'rishdayoq sevib qoladigan mahsulot. Va bu dugonanglarga, yomon ko'rgan o'qituvchilarga yoki-da qaynonanglarga padarka qilsanglar, umuman esidan chiqarmaydigan butun umrli sovg'a bo'ladi. Voy, menga o'zing sovg'a qildingmi deyishlari ham mumkin. Tayyormisizlar buni nimalarni ko'rishga? Qani bismillahirrohmanirrohim. Bu mana shunaqangi bir shiringina bo'lgan tuxumni oqini sarig'idan ajratadigan narsa. Va buni qaranglar. Qanaqa ishlashini ko'rsatib beraymi? Rosa qiziqdi, rosa zo'r ishlaydi. Voy, mana shirinligini. Mana shu yomon ko'rgan o'qituvchilarga, qaynonanglarga yoki-da dugonanglarga rosa butun umrli esda qolarli sovg'a bo'ladi. Buni qarasanglar, tuxumni shunda sarig'idan ajratib, hozir sizlarga ishlatib ko'rsatib beraman buni. Xo'sh qarindoshlar, mana bir ro'y yuvib oldim. Hozir yuvganimni aytmasam, yuvmaydimi? Qanaqa joylardan kelyapti, kimlar tegan, unaqa emas, bunaqa. Rosa komment yozasizlar, shuning uchun mana yuvdim. Mana suvlar oqib turibdi. Ana. Xo'sh, mana endi olamiz, qo'yamiz. Tuxumni olamiz. Opa. Chaqamiz, ana. Buni qanaqa ishlashini ko'ringlar. Ana endi mana tuxumni sarig'ini oqidan ajratib beradigan rosa qiziq narsa bu. Mana qanaqa ajratadi? Eng qiziq joyi. Ana, bunday qilasizlar, mana. Bunday qilasizlar. Ana. Butun umrlik esdan chiqmaydigan sovg'a bo'ladi o'zi ham. Kimnidir ustidan rosa kulmoqchi bo'lsanglar, dahshat sovg'a bo'ladi o'zi ham, buni qaranglar. Ana. Xullas, shunaqa ajoyib narsa zakaz qilganman qarindoshlar. Xullas qarindoshlar, mana buni men nechta pulga Xitoydan zakaz qildim. Yaxshilab, ana bo'ldi. Xo'sh qarindoshlar, men bu esda qolarli tuxumni oqini sarig'idan ajratadigan narsani Xitoydan atiga 19.6 yuanga zakaz qilganman. Juda ham zo'r narx, 19.6 yuan va bu janavarni Xitoydan mengacha yetib kelish narxi, kargo narxi esa atiga 21.600 so'm bo'ldi qarindoshlar. Bu mahsulotning Xitoydagi narxi, kargo narxi jami menga mana shuncha summaga aylandi. Dugonanglarga shuncha pul sarflab sovg'a qilishga arziydimi yoki yo'qmi? Kommentariyaga yozib ketinglar va buni
Kimga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha insonga shu videomda nam yo'q qilib tashab qo'yinglar. Xo'sh, qarindoshlar, bizdagi eng katta va oxirgi raspakovka. Bunisi undan ham qiziq. Bu ham xuddi shunaqa esda qolarli sovg'a bo'lishi mumkin. Rosa sovg'a qilishga arziydigan narsa o'zi ham. Ana, xo'sh, ochamiz buni. Stakanlar bilan zakaz qilganman, bitta o'zini emas. Qani, mana bismillahirrohmanirrohim. Vay. Ana. Shunaqa shiringina choynakcha zakaz qilganman. Shunaqa shiringina uy ko'rdiga olib borsa bo'ladigan choynakchada. Voy, hozir buni ochib ko'rsataman sizlarga. Bu nimaligini uchun tushunmayapsizlar hozir. Buni hozir men qo'yib ko'rsatgandan keyin tushunasizlar. Ana, choynaymisan, choynay mana. Cho'chqachalik choynak qarindoshlar. Uy ko'rdiga dugonanglarga nima olishni bilmayotgan bo'lsanglar, ayni muddao bo'ladi. Bunga hozir suv quyib ko'rsatsa, bundoq rosa zo'r, bundoq suv quyasizlar, suv bunnidan tushadi. Mana shunaqa chiroyli bo'lib, ikki tarafidan tushadi. Suv ichiga yana bir allambalo narsa qo'shsanglar, shu ichidan ham tushib kelaveradi. Rosa zo'r bo'lib. Stakanchiklarni raspakovka qilamiz. Hoppa, bir emas, ikkita stakanchikdan aytganman. Buni stakanchikini chiroyliligini, kattaligini, ayniqsa ruchkasi juda ham chiroyli ekan qarindoshlar. Ruchkasi, voy, tishi bor ekan mana bitta mana. Tishli va bunaqa quloqchali stakancha bittasi. Bu esa xuddi o'sha stakanchikning ikkinchisi qarindoshlar mana. Komplekt bo'ldi qarindoshlar. Ana endi choynaychamizga choy damlasanglar qanaqa tushishini ko'rsatib bermoqchiman qarindoshlar. Mana qaranglar. Ichiga suv quyganman hozir. Dugonanglar keldi, tasavvur qilinglar mehmonga. Choy damlab beryapsizlar va choy quyib beryapsizlar dugonanglarga. Ana. Faqat ozgina qiyshuraq ekanda, oqizib boryapti. Ana. Yetmaganiga shag'amlari bilan tushsa ichidan rosa chiroyli ko'rinadi. Xo'sh qarindoshlar, men bu cho'chqachalik choynaycha hamda ikkita stakanini Xitoydan nech pulga zakaz qildim. Mana shu ikkita stakan hamda choynaychani Xitoydan atiga 47 yuanga zakaz qildim va Xitoydan mengacha yetib kelish kargo narxi esa atiga 107.100 so'm bo'ldi qarindoshlar. Nimaga qimmat deysizlarmi? Qarindoshlar, bu yengil narsa emas, ancha-muncha og'ir narsa. Xo'sh, bu mahsulotning Xitoydagi narxi, kargo narxi, jami menga yetib kelish narxi aynan mana shu summaga aylandi qarindoshlar. Xullas qarindoshlar, siz ham shu va shunga o'xshagan mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan ancha-muncha arzon narxga zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu QR kod orqali bizni yopiq Telegram kanalimizga o'tib olishingiz mumkin. Aynan mana shu yopiq Telegram kanalimizda Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darsligimiz yaqin kunlarda boshlanadi. To darslik boshlangunga qadar barcha qarindoshlarimni aynan mana shu yopiq Telegram kanalida kutaman qarindoshlar. Instagramdagi qarindoshlar, siz ham Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darsligimizga qatnashmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini yozib qoldiring. Men esa sizga 2 kunlik bepul darsligim bo'lib o'tadigan yopiq Telegram kanalimga linkini jo'nataman. TikTokdagi qarindoshlar, siz ham Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darsligimda qatnashmoqchi bo'lsangiz, profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanalimga o'tib olishingiz mumkin. YouTube'dagi qarindoshlar, siz ham aynan mana shu profilim shapkasidagi link orqali yopiq Telegram kanalimga o'tib olishingiz mumkin qarindoshlar. Barchangizni yopiq Telegram kanalimda kutaman qarindoshlar.